Mana shu ovozi bitta eshitiladi. Xuddi shunaqa Matiz avtomobilingizda tiqilib yurgan bo'lsa, 10 ming 15 ming bilan o'zidan tuzatib olsangiz bo'ladi. Bu salon vtulka bo'ladi. Mana shu to'kilib ketib qolgan mana qaranglar mana. O'zining to'kilib ketib qolgan. Bu akamiz o'zi $100 ga tushdim deb taqillatib yurishavergan. Inshaalloh mana shuni qanaqa almashish sizlarga ko'rsatamiz. Videoni oxirigacha ko'rib turinglar. Bismillahirrohmanirrohim. Birinchi o'chiritda mana shu rulni mana joyini chiqarib olasizlar. Endi ikkita steker bo'ladi. Bitta ko'k steker, bitta qora steker bo'ladi. Buni chiqarib olasizlar-da. Keyin 24 galovkada, 24 kechirasizlar, 22 galovkada rulni yelkasini bo'shatib olamiz. Bismillahirrohmanirrohim. Keyin agar bir xil avtomobillarda biz buni sal bo'lsa ham tayyorlab olganmiz, o'shani hisobiga yengil bo'shayapti. Keyin yaqinroq kelib ko'rsatgin yana. Mana shu yerda ikkita stopper bo'ladi. Mana shuni atverka bilan to'g'rilab olasizlar. Mana buni ochaveramiz, qani. Mana shu tomonga mana qarab turgansizlar, misol endi kuch ishlatib insonlar bo'lishi mumkin. Bu tomonga bo'shaydi. Nabrot tomonga qatadi. Mana shu narsani ham uyga ketganimiz yaxshi bo'ladi. Kimgadir foydamiz tegsa, xursand bo'lamiz. Buni qanaqa almashish kerak? Ko'rib olsangiz, o'zidan uy sharoiti almashish bo'ladi. Faqat chiqayotgan bolgakalarni bitta joyga chog'liq qilib qo'yib qo'ysangiz, yo'qolib qolmaydi. Biz o'zbeklarda bitta gap bor, o'zbekda otib qoladi. Bizda nabrot yetmay qoladi har zamonda. Bismillahirrohmanirrohim. Ha, bu rul chiqarayotganda biz tayyorlab ko'rib olganmiz buni. O'zi aslida 5-6 ta qattiq ursangiz yoki agar syomningiz bo'lsa, syomni chiqarib olsangiz bo'ladi. Mana uni chiqarib olasiz. Undan keyin bitta zamonaviy kalit ochib olamiz-da. Sizlarsiz. Kalit tushib qoldimi jonim? Figurni atverka bilan. Bunga o'zi ortiqcha instrument kerak emas. Atverka 22 xo'sh. Peraxatnik bo'lsa bo'ldi. Unaqa ko'p ключ kerak emas bunga. Asaqa joylarda o'zlaring uyga olmaslaring bemalol almashtirib olasizlar inshaalloh. Bu yerda figurni 3 ta 4 ta samarali boltlar bo'ladi. Mana shu sekin bo'shatib olasizlar. Qayerda bo'shatyapganda yaxshilab ko'rsatib qo'ying insonlarga. Bizni ko'rayotgan insonlar mana bitta maytni bo'shatdik, keyin maytni bo'shatamiz. Bu avtomobilda unaqa boltlarlar ko'p emas ekan, yetishganda yo esdan chiqib qolgan yoki bo'lmasa joyi chatib qo'ygan hisobiga qatirishmagan ekanlar. Boshayapti inshaalloh. Endi har zamonda avtomobil har xil bo'ladi-yu, avtomobil yangi bo'lsa ekan bu hamma boltgalar bo'ladi, hamma bizda bo'shaveradi. Avtomobil eskirgan sari mehrni ko'proq talab qiladi. Bo'lda qaysi biricha qiyroq bo'shaydi, qaysi birida osonroq bo'shaydi. Bunaqa narsalarga biz odatiy holat o'rganib ketganmiz. Bunisi necha bor? Mana ko'rasizlar, bu aslida bu o'zini bolt emas, degan qo'yish o'rgan. Buni aytdim-ku, mehr talab bo'lib qoladi. Odamdan yosh katta bo'lgandan keyin injiqlashib qoladi deydi-yu. Menimcha injiqlashib qolganmi endi. Bunga ko'proq mehr beramiz. O'zi har bitta avtomobilga, har bitta kasb vakili o'zi aslida hamma ishini sevib, yurakdan chiqarsa, mehr bilan ish har doim o'xshaveradi. Chunki bu borini bor, yo'g'ini yo'q qilib ko'rsatish kerak videoga. Ertaga kimni qiynalib qolmaslik kerak. Mana 4 ta bolt bo'shatib olyapmiz akalarim. 4 ta bolt bo'shatib olsalaring, ishlaring hal bo'ladi inshaalloh. Atverkamni olib turaylik. Yengilroq ishlataylik. Mana ikkinchisi chiqdi akalarim. Mana uchinchisi ham chiqdi. Va nihoyat oxirgisi ilashtiribdi. Bu boltlar o'ziniki emasligi uchun samarangizda ichi o'zidan ketib qolyapti. Mana nihoyat to'g'rinchisi. O'zi aslida Matiz avtomobillarda 5 ta bo'ladi, 30 dan bitta bo'ladi. Xolasi. Bittasi yashinib qo'yganmi nima, Ibrohimjon? Ha. Yashinib qo'ygan shekilli. Ha. Operator uchun ham bitta lak bosib qo'yasizlar, endi operator uchun shunchalik sizlarga mehr bilan olyapti. O'zimiz shogird, ham hunar o'rganyapti, ham videochilik o'rganyapti. Xullas hamma talanti keyin ketyapti. Ustasi yaxshi tarbiya beryapti. Shogird yo ustozga o'xshaydi, yo dadasiga o'xshaydi. Ikkalasining bittasini kopiya qilib oladi.
Endi bu tomonni olib o'tib qo'ysang, chapa uzoq bo'lib. Mana har zamonda bu boltlar aksariyati ham emas, o'zi necha foiz desam bo'ladi, 100% o'zim boltlar masina hisobiga ichcha baribir qiynaydi. Ay o'ziniki bo'lsa, shattalatib tashlaysiz. Bu boltlar o'ziniki masina hisobiga o'z bo'sha bo'lgan joydan chiqisi kelmayapti aka. Ana bunisiga ham rozi bo'lib qolamiz akalar. Faqat instrumentni bosib qo'yish yo'q. Chunki bu bizning nonimiz, bunga hurmat qilishimiz kerak. Shunisi bilan ustada, mana ko'rasizlarmi? Ustacham juda yaxshi biladi. Hamma bolti har xil chiqyapti. Ya'ni imkon qadar biz yig'ib turganda o'zam boltini zavodskiy boltdan qatirib olishga harakat qilamiz. Topsak bo'ldi. Bu detallar chiqadi. Bu detallarni iloji boricha artib, tozalab yig'sangiz, yana ham toza bo'ladi. Har xil salonning ichidan hidlar ham kelavermaydi akalar. Yana qanaqa kontentda olishimizni agar kommentariy yozib kelsalaring, xuddi shunaqa noldan shoshilmasdan chiroyli qilib ugatamiz. Endi jiyani mana bu olishlar ugatib qo'ygan mana. Bu yerda bu поворотный bo'ladi. Поворотный deyapman, kechirasiz, dvoniyligi bo'ladi. Mana 1-2-3 bor. Mana shuni ikkita quloqchasi bo'ladi mana shu yerda mana. Yaxshilab ko'rsatgan mana. Mana shu yerda quloqchasi bo'ladi. Ikkita quloqchasini bosasizlar va chiqarasizlar ehtiyotkorlik bilan. Keyin xuddi shunaqa bu tomonda sekin bu tomonga olib kelgan mana поворотныйлigi bor mana. Поворотныйga ikkita tilchasi bor. Tilchasini bossalaring chiqadi va o'rtada signalliki bo'ladi. Signalli kabeli bo'ladi. Olib kelgan. Ay minus atayotgan bilan sekin chiqarib olasizlar mana. Mana shu kabellarni chiqarib olasizlar. Keyin va nihoyat mana shu narsalar hammasini ushlab mexanizmni ushlab turgan, mana shu yerda kirishasi bo'ladi. Mana shuni bo'shatib olamiz. Endi bu ehtiyot qismlar, masalan, hamma har xil nomlashi mumkin. Ayrim joylarda biz adashib turgan bo'lishi mumkin, chunki hamma joyda o'ziga yarasha nimasi bo'ladi. Haligi nomlash bo'ladi. O'shani hisobiga xafa bo'lmaysizlar. Kadrda iloji boricha yaxshi ishlab turgan joyni ko'rsatsangiz hurmatlab beradi. Ko'rib turgan insonlar bu qanaqa qo'yish o'rganyapti. Maza qilasizlar, o'zlaring hali bir xillar avtomobilga o'zi ish qo'z bo'ladi-yu. Mana ikkita xuddi shunaqa, mana yerda figurnativ ekanlik bo'ldi bo'ladi. Mana shuni bo'shatib olasizlar. Buni ham hamma ehtiyot qismlarda chiqardilaringmi? Iloji bo'lsa, hali boltga ekalari, zapchaslarini bitta joyga yig'salaring. O'zlaring yig'yapti yonda qiynalmaysizlar. Yana bitta joyi bor, olib kelgan mana shu yerda pichoqda yo atverkada mana shu yerdan bo'lib qo'yasizlar. Bu zamok zazganani bolti bo'ladi, kichkina bolti bo'ladi. Mana shuni bo'shatib olsalaring, zamok zazgani osonroq chiqadi. Mana xuddi shunaqa joydan olasizlar. Mana signalni bosib ketgan bo'ladi, kettilab ketdi. Mana zamok zazganani chiqardik mana. Bu tomondan olib ko'rsatib qo'ysang yaxshi bo'ladi. Farzaqda bu tomon. Bosib. Xuddi shunaqa mana bu yerda bo'ladi. Mana shu yerdan sekin chiqarib olaverasizlar. Buni qo'yganlab tuyurlaringda kalitni mana shu chiqarib olgan holatda qo'ysaling, xuddi shunaqa holatda bo'ladi. Qiynalmaysizlar. Ikkinchisi qo'yib turganda mana joyga ahamiyatli qo'yasizlar. Adashib qolmanglar degan umiddaman, xudo xolasa. Yaxshi tushuntiryapman. Agar qaytida kamchiligi bo'lib qo'ysa, unisiga rozi bo'lib qo'yasizlar. Kamchiliksiz bo'lmaydi deydi. Baribir biri kam dunyo. Mana hammasini chiqardik. Bu kabellar ushlab turgan bitta Jiguti bo'ladi. Kimda Jigut deydi, kimda Klipsa deydi va hokazo. Pastroqdan mana tilchasini ko'rsatib qo'ygan. Mana tilchasi bo'ladi. Mana tilchasini qaytarasizlar mana. Ko'rsan? Tilchasi qo'yyaptimi jon? Odamlar ko'rsin. Qiynalmasdan ish qilsan, bizni videomizni ko'rgandan keyin mazza qilsin. Mana shu yerda tilchasi bo'ladi. Agar nima bo'lsa mana ko'rsatib qo'ygan ham. Mana tilchasini, короче, mana ko'rasizlar. Buni basga bossalaring, mana bu yerdan qiynalmasdan chiqarasizlar. Mana o'tgan holat deylik, mana bunday qilib, mana chiqarib olasizlar. Buni bitta bosib olsalaring, osonroq chiqarasizlar. Qiynalmasligini oldin oladi-da bu. Hozir men to'g'ri kelmayapti, perchikda ichcha qiynalyapman. Bemalol xudo xolasa chiqarib olsalaring bo'ladi. Muammo narsa emas. Mana bosasizlar, chiqadi. Bu narsani chekroq qo'yib qo'yasizlar va buni to'rtta 12 lik bolti bor. Rol mexanizmi mana shu banfer temiriga qatgan. Hozir birinchisini ko'rsatamiz. Birinchi o'shiratda sizlar qiynalmasliklaringiz uchun u pastda ozman to'g'rilab qo'ydi.
Rolni qo'yasizlar, past tomonda 12 volti bo'ladi. Hozir uni ham yaxshilab ko'rsatib qo'yamiz kattaligini. Kamerani bor. Yaxshi sekin olib borib. O'sha yerda ko'rsatib qaytib o'shatdi. Ko'rinyaptimi? Mana mana shu yerda ключda 12 volti bor. Mana shu yerda chiroyli qilib bo'shtasizlar. Mana kabellar xalaqit bermayaptimi? Yo'q. Ha. Ha. Ko'zlaring? Mana onalaymiz sekin. Mana shu yerdan 12 voltdan chiqarib olsalaring. Buni qo'yapti-yu, buni hech qanaqa haligi nimasi yo'q. Mommo bo'lgan joyi yo'q. Chunki kimlar qiynaladi-yu, o'zi bor odamlar bemalol buni olib qo'ysa bo'ladi. Xuddi mana shunaqa bolt bo'ladi. Buni teparoqda, pastroqda ikkita bolt bo'ladi. Mana shuni teparoqdagisini bo'shatsalaring bemalol chiqaradi va bundan tashqari gaykalar bor. To'rtta, o'sha to'rtta gaykani bo'shab olsalaring, bu narsa chiqadi. Siz haligi birgilar o'zi qanaqadir avtomobillik ishqoz bo'ladi, unaqa odamlar bemalol bitta ko'rib qiladi. Zehni baland insonlar bo'ladi o'zi. Sekin hafsalar bilan bitta uyga naborda oladi-da, moshin unchimi joyni o'zi keyin mehr bilan qilib qo'yadi. Maqtan odamlarga ko'rsa, buni bitta qo'l oladi. Hozir biz ikkitasini bo'shatdik, ikkitasini bo'shatgan joyini ko'rsatib qo'ygan jani mana. Bitta mana bu yerda, ikkinchisi bu tomon, xuddi shuni bu tomonda mana. Ko'ryapti, teparoqdan ko'rsatdi mana bu yerda sekin ko'rsatdi. Ko'ryapti mana gayka. Bo'ldi, mana shu ikkita gaykasi bo'ladi. Ash bo'shatsizlar, keyin past tomonni xuddi shunaqa ilojimiz ko'rsatib qo'ygan. Yaxshiroq joyini. Ko'rasizlarmi? Mana bu bo'shadi. Xuddi shuni bu yon boshida ham bor. Mana. Mana. Bo'ldi. Mana. Sizlarga chap-chap kamerada qiyinga o'xshab tuyulishi mumkin, lekin jana qiyin narsa emas. Bemalol biz duo qilib operatorlarimizni qo'ysak bo'laveradi. Bizdan nima qoladi desa, sizlardan yaxshi qoladi. Mana shu yaxshi sari harakat qilaversak, xalqni duosini olsak, biz shuncha ko'karaveramiz, xudo xolasa. Ko'karash nima maqsadda? Ko'karib unutib chiqmaymiz. Ko'sa xalq ichidagi haligi o'zingiz sal hurmatingiz oshadi, ham kimgadir o'rgatgan narsangiz savob bo'ladi. Mana shu savobdan jichcha bo'lsa ham bahramand bo'lib qolsak, xudo xolasa. G'oyibona duolar ijobatdir deydi. Sizlar g'oyibona duo qo'ysalaring, xudo xolasa sizlarga bundanda sizlar nimani yozib chiqarsizlar kommentariyaga, men o'sha jaydalicha bo'laman. Palonchini o'g'lim emasman men ham. Lekin o'sha hunarimdan borini olib chiqib beraman sizlarga. Xudo xolasa. Ko'p gapiradigan bo'lsam, kechirib qo'yasizlar lekin. Mencha ko'p gapiraman filmim bor. Arzon chanqaban qolaman. Keyin gaykalardan tushib qo'ygan film bor, keyin shuni ko'p gapirganda mana hamma bo'ldiga yig'yapmiz. Bunaqa adashib ketib qolmasliklaring uchun yana bitta joydan aytib ketaman. Unaqa shaybalisi tepa tomonda chiqadi. Bunaqalisi mana, bunaqa tomonlisi bu past tomondan chiqadi. Mana shuni nimasi ham borda, tepa pasti ham bor buni. Kimda qiynalmasligi kerak. Xudo xolasa, bizdan keyin qiynalmasa maza qilamiz. Pastini bo'shatib qo'yibmiz, bitta mashinasi qolib qoladi. Va to'rtinchi gaykani ham xudo xolasa chiqarib oldik. Biz ishxonamiz, manzilimizni tushuntirib ketib qo'yaylik. Menga qarab qo'yganda jon. Bizning ishxonamiz O'zbekiston, Farg'ona, Rishton sentrida. Xo'sh, men kabelga ham bor, men ko'payim. Mana kabellar o'tgan kabellarga bunga ham xomitlab qo'yishgan. Endi kimdir haligi nimasi xomitlab qo'ygan bo'lsa, mana shu joylarda mana xomitlar. Ana xomitlarni olib qo'ysalaring, kabellar xalaqit bermaysizlarga. Endi haligi majburiyatdan ilinib qo'ygan, pastga qolib ketmasin deyilgan. Xuddi shunaqa nimada kabellar qolib ketib qo'ygan dasda. Rulda shassizlik qatilgan mana. Xuddi shuna olib chiqadi. Mana aslida mana bu vtulka bo'ladi mana. Ko'rsizlar? Mana. Mana bu ketganiga shaqqalab, taqqilab, bu bir-biriga tegib, taqqilab ovoz chiqarib beradi. Rul burgizdan ketyapti endi ham.
Endi buni qanday qilib chiqarib, qanday qilib qo'yishni o'rgatib qo'yamiz. Eng asosiy joyi shu yerda. Agar shu yergacha ko'ryaptigan bo'lsangiz, siz bu videoni iznasi oxirigacha ko'rasiz inshaalloh. Bitta like bosib, menga qarating yana. Bitta like bosib, avtoprofessiyaga obuna bo'lib qo'ysangiz, xudo xolasa, zo'r kontentlar olishni davom etamiz. Mana ishxonamizga olib kirib oldik. Bu nimada stopri bo'ladi mana bu tomonda yonboshdan kelgan yana mana. Yonbosh ko'rsam, mana stopri chiqarib olishing kerak. Iloji boricha kalt qo'yishimiz kerak. Chunki kaltni ochmasak, o'q chiqmaydi, zamonga ushlab qoladi ekan. Agar bittasizlarda atverka bo'lsa o'rnigan, mana stopri bitta joydan chiroqli qilib urib olasizlar, yana osonroq chiqadi mashinalar. Ana ko'rdilaringmi? Oson chiqdi inshaalloh. Ketaveramiz qani. Hali 3 ketgani xafa bo'lmaysizlar endi. Bu mashina o'zimiz ishxonada. Sizlarga yana tezroq chiqarib olish uchun qattiq urib yubordim. Buni xafa bo'lish yo'q. Mana o'qimizdan chiqib ketdi. Zamonda ochib qo'yganimiz hisobiga chiqib ketdi o'zi. Chiqarib oldik, boshqarsa. Masna qilib almashtirib olsangiz bo'ladi. Bitta qo'zg'aysizlar. Qarochiz mana stoplarni olgan jamiyatda stoplar shabilar turibdi. Va mana sizlarga ko'rsatgan futulkamiz, salon futulka deyiladi nomi mana. Buni qaychi bilan kesib olasizlar. Agar qaychi bilan kesib olmasalaring, bu mana joyiga tushmaydi. Yo buni mana ko'rasizlarmi? Undan oldingi bizdan oldingi safargi ustalar bu yerda svarkalab qo'ygan hisobiga. Agar sizlarga zavodskoy bo'lsa, bemalol ochib qo'ysalar ham bo'ladi, lekin tiqilab qolishi ehtimoli katta bo'ladi. Faqat buni qo'ymasdan oldin chiroyli qilib yog'lash kerak. Yog'lasalaring, aql g'itchilagan ovozlari umuman yo'qolib qoladi akalar. Temirni yog'lasang yo'qadi deydi-yu. Bu temir emas u, kimni temir emas u deyish mumkin. Lekin har xil yoqimsiz ovozda yo'qolsa, yana ham yaxshi bo'ladi inshaalloh. Mana keyin temir dozni ham ozgina yog'lab olasizlar. Faqat birinchi o'rinda tozalik. Tozalaymizda chiroyli qilib yog'laymiz mana shu. Futulka turgan joyini yog'lab olsak va bir to'la ochganimiz agar mana kristalinalardan yog'lab olsak, maytlarini yana ham zo'r bo'ladi. Ochilganda mehr. Kelib qo'yganda zo'r qilib yig'ish kerak. Stop mazza uzoq yil xizmat qilish kerak. Mana futulkamizni o'tib ko'rasizlarmi? O'tirgan joyimda anaqa problema emas. Va bunaqa joyga to'g'ri kelish kerak. Mana sizlarga ko'rsatganda yaqinroq kel. Mana kanatga joyi, mana kanatga joyi. Mana teshikka to'g'ri bo'lishi kerak akalarim. Mana shunga e'tiborli bo'lib qo'yasizlar. Bag'i chiqyapti va futulkani to'g'rilaveramiz inshaalloh. Buni agar qiynalgan bo'lsalaring, buni bitta atverkada itarib olsalaring joyi chiqib tushadi. Ya'ni hozir o'sha yerda stop o'tiribdi, xushol bo'lgani. Noto'g'ri qadam qo'ymagan lekin. Mana olib kelmaydi yaqinroq mana. Mana men yetti ko'rsatman. Teshik odamlarni ko'rib, sendan keyin qiynalmaslik kerak yana mana. Mana atverka bilan, bitta atverka bilan taraf qo'ysa bo'ladi. Bundan kanatkasi ikkita bo'ladi. Tushgan joyini ko'rsatib qo'yman. Bilasizlarmi? Mana tushgan joyi, keyin ikkinchi joyini bitta ko'rsatib qo'yamiz, qani. Biz shogirdlar shu sirli qilib, stopini topib qo'ygan kamon degan bola. Qani olib ketishmi? Ha, ko'rasizmi? Ha. Bo'ldi, mana shu joyga tushib qolsa, hech qanaqa tiqqalamaydi ham, shiqqalamaydi. Endi bitta stopini qo'yamiz, bo'ldi. Da. Mana xuddi shunaqa holatda qo'yib olsa, agar sizlar yerga qo'ysalar ham bo'ladi. Buni pastida bitta shaybasi bo'ladi. Xo'sh, shaybaning ustidan mana shu prujinasi chiqadi. Bitta prujina tiqiladi. Va prujinadan keyin xuddi shunaqa yana bitta shayba bo'ladi. Mana shunaqa shayba ikkita bo'ladi. Bitta pastda, bitta tepada bo'ladi. Buni qo'yamiz va mana haligi ko'rganlaringda 3 ketgan stoper bu chiqadi. Endi ehtiyotkorlik bo'lib chiqarsizlaring. Sizlar hali 3 ketib qololmaydi. Bitta omberlaring bo'lsa, bitta omber, bitta valtri bilan mana shu keyin qo'qasizlar. Mana xuddi shunaqa qilib usha olasizlaring. Mana bo'ldi. Mana stoperimiz qoqildi. Buni xuddi joyiga qanaqa bitishgan bo'lsak, mana kaltni buramiz. Xudo xolasa hamma cho'tki. Mana hali ko'rsatgan joyimiz. Hech qanaqa luft yo'q.
agar vturkalaring yengil kiraqon bo'lsa, mashina kirgizmasdan oldin bitta izolenta qo'ysalangan, ham plotnoy ketadi. Qaysi avtomobillarda yo o'qida yo korpusda yemirlik ketgan bo'lishi mumkin. Lekin bu o'zining plotnoy kirgani hisobiga biz hech qanaqa urmadik. Endi uстановка jarayonini sizlarga ko'rsatib o'tamiz inshaalloh. Mana buni olib chiqib oldik, xudo xolasa. Buni bolt qattiqon joyini mana shu shlitsani rulni o'qiga moslab qo'yiladi. Shlitsasini bitta yaxshi ko'rsatib qo'yishing kerak, ya'ni u qanaqa bo'lishi kerakligini hozir bitta ko'rsatib qo'yaman. Akalarim mana ostiga qanaqa ko'rinyapti bilmadimmi? Xo'sh, mana shu shlitsa bo'ladi. Mana shu ko'rasizlarmi? Shlitsasi yo'q joyga mana shundan bolt o'tib qatadi. Mana shu joyini mana bolt qattiqon joyi bor mana. Mana shu bolt qattiqon joyga to'g'rilab qo'yasizlar. Agar ochib tuganlaringda o'zlaring metga qo'yasizlar-ni, yana ham yaxshi bo'ladi. Endi biz har doim ochib yurgan hisobiga biz metga qo'ymadik. Endi biz hali yangiligimiz hisobiga ozmo plus minusga rozi qo'yasiz akalar. Mana xuddi o'shani bolti bo'ladi. Bismillahirrohmanirrohim. Shlitsasini to'g'rilaymiz va joyiga sekin kirgizib olamiz. Bu o'zi videoga olyaptiganda o'zi qanaqadir ishlar ham g'alati bir hadon shuna bo'lib qoladi. Ay videoga olmasang qo'lingni chaqqanlar sir bosadi deyishadi-yu eskilar. Bizni sir bosmaydi. Biz buni aytib ish qilyapmiz. Xolos hech qanaqa muammo bo'lgan yo'q. Boltini ilashtiryapmiz. Buni qattiq olmaysizlar. Chunki qattiq olmasalaring ba'zi regulovkasi bo'ladi. O'tiring yana endi bu tomondan olsangiz yana ham ko'p odamlar yana ham osonroq ko'radi. Aylanib oldik. Mana shlitsasi 12 lik boltni ilashtirib oldik. Xuddi mana endi tepasiga bundan oldin aytdim boshida mana bu shapkalisini, shaybasi katarog'ini tepa tomonga ilashtiramiz. Buni tepasiga ilashtirib olsak, yana ham osonroq bo'ladi, shtobi ishimiz tezroq bitadi. Qani endi pastki tomonga pastdan unga o'sha ko'rsatganimdek mana shu shaybasini ko'rasizlar. Mana shaybasi kichikroq. Bu o'zi aslida zavodskiy gaykasi emas, zavodskiy gaykasi yana boshqacharoq bo'ladi aslida. Buni lekin rulni ochamiz deb rosa harakat qilishgan ekan. Lekin qanaqadir ocholmagan ekan. Yo biz buni ochishni ochganmi? Mazza avtomobillar ayrimlari rulni ochish juda qiyin ketib qoladi, qat ketib qolgani hisobiga. Buni ham ochib bo'ladi, faqat mehr berish kerak xolos. Mana buni ham 12 lik galovga peraxatni qo'shib olganmiz, osonroq qatirishligicha. Bu bunaqasiga qatadi bu ham. Mana surgan bo'lsangiz o'ng qo'l tomoniga qatadi. Pastlardan bitta joyda qatib turmaydi jana. Pastlardan, yonboshlardan odamlarga ko'rinsin nima ish qilinyapti yana. Bu bitta joyga qo'yib qo'ysangiz, u kim qani uni bitta qilish kerak bizdan kelgan mana. Qo'lda borib qana qatirayotganlarni ko'rsating. Bu meniki kadrda o'zgartirish kerak. Kadrni bitta joyga qoldirmas kerak. Bu videoga olyapganda ham hali xuddi o'zi ish qilyapgandek qilish kerak. Bizni videoda ko'p qilyapgan inson umuman qiynalmaslik kerak. U maza qilish kerak. Malades. Otasiga rahmat desa, ana qancha sog'. Mazza bo'ladi. Agar sizlar hadisha qilib turib bizni ruhiyatimizni ko'tarib tursalaring, biz olib chiqaveramiz. Shunaqa video olib chiqib xalqqa beraveramiz. Xalq shunaqa o'rganadi. Ana to'rtta gaykani yaxshilab qatirib olamiz. Keyin oxirida to'rtta gaykani qatirib bo'lgandan keyin hali pastga 12 lik bolt qatirdik. O'sha boltni chotga qilib qatirib olsak, mana uni ko'rsatib qo'ying.
sovuq suvni ichish oqibati shunaqa bo'ladi. Bo'ladi. Kabellarni oxirida tartibga solib qo'yamiz. Ko'rinyaptimi? Qat-qatiryapti yana. Yaqinlashtiring. Yaqinlashtirish kerak mana. Bitta yaqinlashsa, keyin uzoqlashtirish kerak. Bunda yaxshilab qatirib qo'yilaveradi. Buni kadrni o'zgartirish kerak. Bitta joyda qatib qolmas kerak. Odam bezlab qo'yadi, videoni ko'ryapti. Men o'zimga ham yoqmaydi. Chunki bir xil bo'lib qoladi, zerikib qoladi mana. Biz ko'rsatib beryapmiz. Pastda 12 lik boltni ham qatirib qo'ydik yaxshilab. Chunki ba'dagi shassilarni qatirib bo'ldik. Xolos mana rulda chanaqa luft yo'q, tiqillashlari yo'q. Va endi zamok zajiganlarni qotiramiz. Mana. Zamok zajigan qatirayotganda eski holatda qanday chiqargan bo'lsangiz, xuddi shunaqa qo'yib olsangiz, mana qo'yasiz, kaltni orqaga qatarganmiz mana. Buni chiqarayotganda ham xuddi shunaqa qilib olsangiz, agar bunda orqa tomon tili bo'ladi, tilni qatarib bo'ladi, lekin biz qaytarmaymiz. Mana joyiga tushdi va bitta aterkali bilan boltasini chog'la qilib qatirib qo'yamiz mahkamlab. Bir avtomobillarda zamok ochiladi, hamma yo'g'i yonaveradi-yu, akamlar chirog'i tabloda, lekin yurmay qoladi. Zamok bossangiz yurmaydi. Xuddi shunaqa holatlarda mashinasi qatarayotgan joyimiz zamok zajigani ketib qolsa, xuddi shunaqa hodisa bo'ladi. Bu bitta Matiz avtomobilda emas, Nexa'da ham bo'lishi mumkin, Nexus'da ham bo'lishi mumkin. Hamma mashina deyarli bor bu narsasi. Mash joyidan bo'lib qoladi. Agar kaltni bosgangizdagi chiq-chiq bo'shayotgan bo'lsa, yo akumulyator yoki bo'lmasa statorni yo qayerdadir motor sistema muammosi bo'lishi mumkin. Lekin kaltni ochib, qo'shingizni umuman qo'shilmayotgan bo'lsa, ko'proq mashi zamok zajiganasi ketib qoladi. Mashina ham bitta foydalida, odamlar ko'radi. Biz videolarimizda va xolasa o'zlari ko'rib qilishaveradi. Mana bunisini ham joylashtirib olamiz. Birinchi zamok zajiganini qatirdik. Keyin ikkinchi etapimiz mana shu boltani joyiga qo'yib qatiramiz. Hop, videochimiz ham borgan sari sekin sayqallanyapti, yaxshi bo'lyapti. Mana. Bu videolar ko'rgan o'zi ham tusoni ochish tiqilgan olib qolmasa bo'ldi. Qani, yaxshi niyat yarim mol dedi-ku. Yaxshi niyat qilib harakat qilaverish kerak. 99% harakat qilsa Alloh taolo beraveradi siqdi. Mana bunga hasad qilmasdan bu signallik kabeli bo'ladi. Mana mash joyga tiqib qo'yasizlar mana. Chiqarayotganda xuddi shu mash joydan chiqarasizlar. Bitta atirkani minusda mana joylashtirib qo'ydik. Keyin pavorotniklarni qo'yamiz mana. Xo'sh, bu tomonga bittasini qo'ydik. Mana chiqib tushdi. Keyin ikkinchi tomoni ham xuddi shunaqa. Bu yerda o'zi tilchalar bo'ladi, ariqchalar bo'ladi, o'zi tushib qoladi. Shuloq qaytib o'zi. Mana bu tushdi. Endi bitta zajim bilan, o'zidan chiqqan zajim bilan metr kabellarni ko'tarib qo'yamiz va xolasa ishimiz hal bo'lib qoladi akalarim. Qaysi avtomobilda bu narsa qo'yilmagan bo'lishi mumkin. Bu qo'yishning sababi mana shu kabellarni ko'tarib turish uchun. Mana shu narsani zajinni baylab qo'yasizlar. Kabellar osilib qolmasligiga uchun buni osilib qo'ygan pastki kabellar ham ko'p. Bulardan xudo xolasa yig'ishtirib chiroyli qilib beramiz. Va yana bitta gap bor akalar. Bu hamma joy yig'ib bo'lgandan keyin bitta kalitni ochasizlarda. Endi bu haligi yig'ilib bo'lgandan keyin buni hamma yig'masolni bitta tekshirib qo'ygan yaxshi. Keyin tekshirib qo'ysalaring, qayerdadir nimadir bo'lib qo'ygan bo'lsa, o'shani bir to'la bartaraf qo'yasizlar. Ko'pchilik bu rul chiqarayotganda mana narsalarga qattiq urgani hisobiga pavorotniklarga ziyon tegib qolishi mumkin. Bu iloji bor chiroyli chiqarish kerak. Mana xudo xolasa kalitni ochdik va pavorotni mana pavorot yoqyapmiz. Mana o'ngga chapga ishlayapti va bunisi ham ishlayapti. Keyin faralarimiz yonyapti, danni bilishning bo'lyapti mana. Bu matizga solib qo'ying. Bo'ldi mana rahmat. Hamma yo'g'imiz ishlayapti, bo'ldi mana. Ishladi xudo xolasa va mashinamizni ham o'toldirib qo'yaveramiz mana. Xudo xolasa mashinamizda umuman muammo yo'q, hamma yo'q joy-joyida baribir tekshirib qo'ygan yaxshi. Hamma yo'q yig'ib bo'lgandan keyin
ichki ko'rsatib turganda juda chatoq bo'ladi. Bu kirishchalarni xudo xolasa chiroyli qilib bekitamiz. Faqat bitta ish bo'ldi akalarim. Bitta karomovchi degan shogirdim bor edi. Bu arz tozalangizdan qanaqadir ishlar bilan mashg'ul bo'lib ketib qolgani hisobiga xafa bo'lmaysiz va biz buni arz tozalab beramiz inshaalloh. Buni kirishgacha kirizamiz. Video cho'zilib ketib qolmasligini hisobiga akalarim. Agar sizlar xafa bo'lmaslaring, yo'q video qancha uzoq bo'lsa ham siz ko'rib padisha qilaveramiz degan akalarimiz chiqib qolsa, xudo xolasa qancha bizning vaqt muhim emas, birinchi o'rinda shu insonlarning duosini olish. Xudo xolasa buni qatirdik. 2-3 ta magazlarda ko'rdik, mana shu boltni topa olmadik. Onsa boltni topib qolsak, ashpir bilan yomon ekan. Xuddi shunaqa yechkamiz, samolyotlarimizni ham joyiga qatiramiz. Yaxshilab ko'rsataman. O'zi 5 ta samolyot bo'la qoladi. Mana shu 5 ta samolyotni chiroyli qilib, endi xudo xolasa bitta mikrofonda olsak, stabilizatorlar bilan yana ham operatorimiz ham yaxshi bo'ladi. Keyin afshonani ham yaxshilaymiz xudo xolasa. Hammasini asta-sekin qilamiz. Agar bizni YouTube kanalida kuzatib, bizni Afsa Professor degan Instagramda kanalimiz bor akalarim. Agar o'tga o'tib bizni kuzatsalaring, yerda ham juda ko'p manfaat videolarimiz bor. Va keyin yana bitta narsasi bor. Yaqinda xudo xolasa Instagram kanalimizda 100 mingta bo'lamiz. 100 mingta bo'lishimiz munosabati bilan odamlar bitta avtomobilni pulni hadovini besplatni qilib beryapmiz. O'tib kommentariyada o'z fikrlarini qoldirib ketsalar ham bo'ladi. Avto professor qizlaring Instagram kanalimiz chiqadi va o'zimning rasmim chiqadi. Mana samolyot xudo xolasa chiroyli qilib qatiryapmiz. Ikkitasi qatdi. Shunaqa qilib qatirib olsang, keyin rulni qatirib bo'lgandan keyin qanday qilib qolgan joylarni to'g'rilash kerakligini ham ko'rsatib o'tamiz sizlarga. Haligi eskilarda bitta gap bor-ku, ipidan ignasigacha deydi-yu. Xudo xolasa sizlarga ipidan ignasigacha ko'rsatamiz. Shto'bi sizlar qiynalmasliklaring uchun. Mana shunaqa jicha ajoyib so'rab qo'yasizlar. Xato qilmagan inson yo'q. Chunki xato qilmagan inson hali hech narsa qilmagan bo'ladi. Videomi cho'zilib ketib qolgan bo'lsa, kechirasizlar. Hali aytdim, agar video yoqayotgan bo'lsa, sizlar padishah qilsalaring, u videoni qizig'i yo'q, biz olib chiqaraveramiz. Bizga vaqt emas, birinchi o'rin sizlar maza qilib video ko'rib, o'shani ko'rib tuzatib olsalar, mo'shlanar endi. Men yana xursand bo'laman lekin. Xotirjamlikda ish katada, xotirjam ishlaverish kerak o'zi. Odam spokon ishlasa, og'zim ham qurib ketibdi to'g'risi. Chunki bitta suv ichib olmasam bo'lmaydi. Suvni reklama qilmaymiz, chunki bizga reklama pul bergan yo'q. Reklama qilib nima qilamiz? Soqqasin bezi, reklama qo'yaveramiz. Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillah, xudoga shukr. Gazsiz suv tavsiya qilib qo'yamiz. Doktorlar ham xuddi shunaqa. Gaz suv tavsiya qiladi. Gaz suv ichsangiz yaxshi. Gazli suvdan ko'ra hadi Fanta uzat kechirasizlar. Xudo xolasa qatirib bo'lay deb qoldik. Rul to'g'rilasdan ko'rsatib qo'yamiz va hamma qatirib bo'lgandan keyin rul to'g'rilaymiz. Mana bo'ldi ham qatirib bo'ldik inshaalloh.
Mana bu yerda kulchatir bor ekan. Bu signalli kulchatir bo'lsa kerak yoki bo'lmasam radiatorda ventilator kulchati bo'lishi mumkin. Xudo xohlasa buni ham mana shu joyga tiqib beradi deyishgan. Xudo xohlasa aytgan joylarga tiqib beryapmiz. Endi bunaqa eski musor narsalarni olib tashlaymiz, kerak emas. Va mahallani ozodalagan tartib qilib buni olib tashlaymiz. Buni ko'rsatib qo'ydim. Kulishlarni bu tomonga olamiz va biz sekin sayohatga chiqamiz Ibrohimjon. Rolni to'g'rilaymiz, jiyanim. Bitta klipsa bilan oxirida pastlarni cho'g'la qilib, qatirib, hech qanaqa kabel yo'q deb qolmaydi va zamik ham yo'q qolmaydi. Biz rolni to'g'rilab kelamiz. Chunki rol to'g'rilab olmasak, bu ochilgan ekan rolingiz bunday bo'lib qolishi ham mumkin, bunday bo'lib qishib qolishi ham mumkin. Bu avtomobil mexanika ekan. Gidalik emas ekan. Buni xudo xohlasa cho'g'la qilib, rollarni to'g'rilab beramiz. Rol ushamasdan pechkani yechib qo'yamiz. Akkuratni ishlash yo'qadi-yu. Operator endi pauza qilib yonimizga o'tadi. Bitta haydab rol to'g'rilash joyini ko'rsatib qo'yamiz. Obunachi. Mana katta yo'lga ham chiqib oldik va rol to'g'rilashimiz kerak. Endi iloji yo'q, buni agar minib to'g'rilalmasa, bu joyi kelmaydi baribir. U yoq bu yoq bo'lib qolishi mumkin. Buning uchun iloji boricha qolgan avtomobillarga xalaqit bermagan holatda mana ko'rsan, hozir rolimiz teshib qo'ygan. Shu buni xato olmaysizlar. Mana bismillah deb turib sekin joyiga qo'yib olamiz. Bo'ldi, rolimizdan to'g'ri bo'ldi. Chekkaroq olamiz. Rolimizni gaytasini cho'g'li qilib qatiramiz. Avtomobilni o'chirib olamiz. Tushini tortib, gaykasi bilan shaybasini olamiz. Mana shaybasini birinchi qo'yiladi. Shaybasi qo'yilib, orqasidan o'zini 22 lik gaykasini qatiramiz. Xohlasa rolni ham qatirdik. Hech qanaqa taqat-tuqurlar qolmadi. Endi avtomobil egasi maza qilib, yoqimsizlar yo'q, taqat-tuqurlar yo'q. Endi akalarim shu joyga qo'ygan bo'lsangiz, mehnat uchun bitta like bosishga arziydimi? Agar arsa like bosasizlar. Arzimagan bo'lsa, dislike bosasizlar, bunga xafa bo'lmaymiz. Chunki biz sizlarga shunchalik ko'rsatib berib, vaqtimizni, hunarimizni ko'rsatib beryapmiz. Bu ham o'zi aslida oson narsa emas. Chunki videoni oldi ishlashni o'zi katta jarayonda, to'g'risi aytaylik. E'tiborlaring uchun rahmat. Joylar sog' bo'lsin. Har doim yuzlaringizda tabassum tarik etmasin. Salomat bo'linglar.